Telegram orqali firibgarlik. Ogoh bo'ling. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida yolg'iz bo'ri akkaunt orqali tanilib, virtual hisob raqamlar kartalar yaratib, jami bo'lib 4 milliard 800 pul olgan. Bir kun ichida maksimal 100 milliongacha urardim. Masalan, bugun 5 million urgan bo'lsam, to'xta ertaga 10 million qilib ishlayman. Undan keyin 10 milliondan oshiraman deb izmas qiziqib ketdim. Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlanib, ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ammo bu qulayliklar ortida jinoyatchilikning yangi, xavfli usullari ham paydo bo'layotgani sir emas. Mana shunday jinoyatlardan biri Telegram orqali fuqarolarni aldashdir. Suhbatdoshimiz jazo muddatini o'tayotgan mahkum aynan shu yo'l bilan yuzlab insonlarni chuv tushirgan shaxs hisoblanadi. U ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli ko'rinish yaratib, soxta sarmoya takliflari va boshqa firibgarlik usullari orqali odamlarning pullarini o'zlashtirgan. Natijada jabrlanuvchilarga 4 milliard 800 million so'mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan. Men Mahkum Qilichev Abbos To'g'ron o'g'li 1999-yil Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi BG bandlari bilan 5 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum etilganman. Telegram ijtimoiy tarmoqlarida yolg'iz bo'ri akkaunt orqali odamlar ishonchiga kirib, pullarni o'zlashtirganman. Mashina bozor kanallariga o'zimga tegishli bo'lmagan qimmatbaho mashinalarni joylaganman. BYD, Prado mashinalarini qo'yib, odamlarni ishonchiga kirib, boshlang'ich to'lov hisobida 2000, 3000, 5000 dollar zalog pullarni olib, Telegram ijtimoiy tarmoqlaridan chiqib ketganman, yo'qolganman. Odamlar qanday ishongan sizga? Bu ishontirish uchun nimani qo'llardingiz siz xabarda? Xabarda shu masalan BYD mashinasini qo'ysam, yilini, probegini, yil urilgan, urilmagan, o'zimga tegishliligini, o'sha mashinalarda hamma rasmlarni Telegramdan, Google'dan, internetlardan rasmlarni bitta qilib videoroliklar taqlardim. Videoroliklar, telefon raqamlarimni qo'yib joylab, mashinani o'sha gruppalarga qo'yardim. Insonlar o'sha mashinani olmoqchi bo'lsa, boshlang'ich to'lovi bor. Masalan, BYD 50 ming dollarga baholab qo'ygan bo'lsam, boshlang'ich to'lov 5 ming dollar boshidan to'laysizlar, keyin kelasizlar, olib ketasizlar. O'zimga tegishli bo'lmagan virtual hisob raqam, o'zimga tegishli bo'lmagan boshqa akkauntlar orqali kirib, virtual hisob raqamga pullarimni tushirtirardim. Shu darajagacha odamlar qanaqasiga men hozir tushunmayapman. Oz pul bo'lmaydi. Kamida bo'lsa necha pulgacha pul tashab berish kerak? 60 milliongacha. 60 milliongacha. Ular 60 million pul tashab berish uchun tag'in onlayn sizni ko'rmagan, sizni tanimagan, yana plastikdagi pulni tashab berish uchun qanday bir ishontira olish kerak? Hozir fuqarolarga mashina olaman, mashinani qo'ysangiz 50 ming dollar men narx qo'yayotgan bo'lsam, salonda mashina 80 ming, 90 ming dollar. Odam fuqarolar narxiga ham sal pastroqligiga tushib, o'sha mashinani olaman deb ishonishadi. Narxni pastligi. Narxni pastligi hisobiga. Masalan, salonda 80 ming dollar turgan mashinani 60 mingga qo'ysam, 20 ming past turibdi. O'shani hisobiga yaxshi joydan chiqdim, 20 ming cho'nchagimga qoladi, o'shanga tashlab berishadi. Bo'ldi, o'sha mashinani olyapman-ku, u ham salondagi, bu ham minilgan bo'lsa ham yangi mashina ekan. Siz hisob raqamni qanaqa o'zingizga pul kelish uchun shakllantirardingiz? Virtual hisob raqam o'zimga tushirmasdim. To'g'ri kelgan, masalan, ko'chadami yo tanishimdimi, o'zim virtual kartaga tushgan pulni boshqa kartaga tashlab berardim. Qanaqa bu jarayon tushuntirib gapirmaysiz? O'zbekiston Respublikasiga tegishli banklar bor. Anor bank, TBC bank. O'sha banklardan virtual karta Face ID yordamida. O'sha virtual karta ochilardi. U karta o'zi qo'lingizda, cho'nchagingizda o'yira olmaysiz. Faqat telefonda virtual karta. O'shanga pulni tushirtirgandan keyin uni yechib olish, naqdlashtirish uchun boshqa mavjud bo'lgan kartaga tushirib berardi. U kartani qayerdan topardingiz keyin? U kartadan olish uchun Paynitga yoki birorta tanishdi kartasiga o'tkazib yuborardi. Naqdlashtirish uchun. Demak, siz shunaqa qilib necha pul jamg'argansiz? Virtual hisob raqami orqali? Virtual hisob raqamlari orqali jami bo'lib fuqarolardan 4 milliard 800 million so'm olgan ishonchiga kirib.
o'zim yaqin tanishlarim shu IT sohasida oson pul topishni o'rganganda, oson pul topishga qiziqib o'sha sohaga kirganman. Oson pul topish deganda masalan o'zingizga tegishli bo'lmagan narsalarni sotasiz. O'zingizga tegishli emas u. O'zingizga tegishli bo'lmagan narsalarni sotasiz, oson pul, masalan zaklat hisobida hammasi. Zaklat hisobida $10,000 yo $5,000 narsani qo'yasiz. Qarabsizki bir 10 minut, 20 minut vaqtingiz ketadi, yo'q joydan bir 5 million, 6 million pul keladi. Bu hammasi virtual. Yo'q narsa. Face ID olishim uchun shu fuqarolarga tegishli bo'lgan pasport nusxasi orqali, o'sha pasport nusxasini polni dalnisi, seriya raqami, pasportda rasmi. O'sha orqali O'zbekiston Respublikasida mavjud bo'lgan internetda turgan banklarga Face IDga uni dalnisi, seriya raqami, rasmi. O'shani joylardim, virtual karta ochardim. U insonni men tanimayman kimligini. Keyin pulni qanaqa o'ziga tushirib olasiz? Virtual hisob raqam meni telefonimdan yaratiladi. Faqat u virtual hisob raqam men Paynetdan yo boshqa joydan topgan insonga tegishli. Menga emas. Lekin men telefonimga ulangan. U menga pul tashab bersa, meni telefonimda ko'rinadi pul. Men pulni boshqa xohlagan odamga yo'naltiraman. Xohlagan odamga yo'naltiraman, o'zim telefonimdan bu virtual kartani o'chirib yuboraman. Siz yo'naltirish uchun o'zingiz tanishlaringizdan foydalanadingiz yo'q? Tanishlarimdan ham yoki bironta pul qilib beradi, plastiklarni pul qilib beradiganlar bo'lsa, ularni klik raqamiga o'tkazib oladi. Ularni klik raqami, mobil aloqasi telefoniga ulangan klik raqamiga virtual hisob raqamidan pul jo'natadi. Unga tushib bo'lgandan keyin naqdlashtirib pulim olardim, o'zimda virtual hisob raqam udalt qilinadi. Shunaqa qilib o'zlashtiradi. O'zlashtiradi. Topganda ham u inson topadi, men emas. Chunki virtual hisob raqam u insonga yaratilgan. Lekin u insonning o'zini xabari yo'q. Mana shu jinoyatga sizni undagan asosiy omillar nimalar bo'lgan deb bilasiz? Asosiy omil shu qiyinchilikdan bo'ldi-da. Shu avtohalokatga uchradim. Birovdan qarz olmaydidan, uyga bildirmay, ular xavotirga qo'ymaydidan. Qo'limdan keladi shu. Bilimim bor. Bir marta shunga yetadigan pul ishlab olsam, hech narsa bo'lmaydi-ki deb shundan boshlandi hammasi. Bir marta oldim, oson keldi. Ikkinchi marta oson oldim. Shu izini to'xtata olmadim-da keyin. Davom etaverdi. Keling aniq aytaylik, moddiy manfaat, qiziqish yoki e'tiborsizlik qaysi biri ustun edi? Qiziqish ustun edi. Bir qiziqib ketdi-da sizdan. Sen bir marta urdik, qiyinchilikdan bir marta urdim, oson kelgandan keyin u yog'i qiziqishga ketdi. Masalan, bugun 5 million urgan bo'lsam, to'xta, ertaga 10 millionni qilib ishlayman. Undan keyin 10 milliondan oshiraman deb izmas qiziqib ketdim. Qiziqishiga izini to'xtata olmadim. Qiziqish orqasida esa nima turibdi? Qiziqish orqasida shu manfaat turibdi. Moddiy manfaat turibdi. Jazo muddatim o'tash davomida oila sog'inchini qadriga yetdim. Qilgan ishlarimdan pushaymon bo'ldim. O'sha men aldov yo'li bilan olgan insonlar ham o'sha pullarni yaxshi kuniga ishlatish uchun, mashina olish uchun, uy-joy qurish uchun, farzandlariga to'y qilish uchun ishlatmoqchi bo'lgan pullarni aldov yo'li bilan olib qo'ydim. Ulardan kechirim so'rardim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Yoshlarga, ozodlikda yurganlarga bu yo'llarga kirmaslikni, bilimini jinoyatga emas, undan ko'ra O'zbekiston uchun, ravnaqi uchun har xil dasturlar yaratib, foydali taraflarga sarflab, O'zbekiston ravnaqini ko'tarishni tavsiya beraman. Bu yerga kelishlarini tavsiya bermayman. Bugun ushbu mahkum o'z qilmishidan afsusda. Uning hikoyasi nafaqat bir jinoyatchining taqdiri, balki internetdagi beparvolik qanday og'ir oqibatlarga olib kelishini
ko'rsatadigan ogohlikdir. O'zbekiston Respublikasi prezidentidan, xalqimdan, oila a'zolarimdan, mendan jabr ko'rganlardan, mendan kechirishlarini, qilgan xatolarimni tushunganligimni, qayta bu yo'lga kirmasliklarimni, qilgan qilmishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Hurmatli yurtdoshlar, unutmang, internetda sizga taklif qilinayotgan har qanday moliyaviy xizmat yoki tez boyish imkoniyati ortida firibgarlik yashiringan bo'lishi mumkin. Bugungi video lavha orqali biz sizlarni ogohlantirishni maqsad qilganmiz. Shunday ekan, har biringiz hushyor bo'ling, begonalarga ishonmang va o'z mablag'ingizni asrang.